Kechasi tez-tez uyg'onasizmi? Prostata bezi sizni bezovta qilyaptimi? Prostamix 14 ta tabiiy giyohdan tayyorlangan kapsulalar prostatit, jinsiy zaiflik va adenomaga qarshi kuchli vosita. Bir hafta ichida siz natijani his qilasiz. Minglab erkaklar Prostamixni tanladi. Sizchi? Bugunning o'zida buyurtma bering va 50% chegirmani faollashtiring. Kafolati bor. Natija bo'lmasa pulingiz qaytariladi. 55 kodi bilan 503 22 00 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislar bilan bog'laning va buyurtma bering. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Fox News agentligining xabar berishicha, Eron bilan o't ochishni to'xtatish rejimi atigi 3-5 kunga uzaytirilgan. Donald Trump esa New York Postga bergan intervyusida kelasi 36-72 soat ichida Tehron bilan yangi tinchlik muzokaralari o'tkazilishi ehtimolini istisno qilmagan. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti agar kelishuvsiz sulh yakunlansa, Eronning energetika va transport infratuzilmasini yo'q qilishga va'da bergan edi. Isroilning 9-kanalning axborotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarining 3-samolyot tashuvchi kemasi George Bush 3-5 kun ichida Yaqin Sharqqa yetib keladi va kanalning ma'lum qilishicha, Washington Tel Avivga Erondagi o't ochishni to'xtatish rejimi uzaytirilish muddati yakshanba 26 aprel kuni tugashini bildirgan. Bu degani Qo'shma Shtatlar Eronga o'z hujumlarini 26 aprel kuni qayta tiklaydi degan gapdir. Washington Post agentligining xabar qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Yaqin Sharqdan tashqarida Eronga qarshi operatsiyalarini kengaytirmoqda. Nashr ma'lumotiga ko'ra, amerikalik harbiylar Shri Lanka va Indoneziya o'rtasidagi neytral suvlarda Tiffany tankerini qo'lga olgan. Shuningdek, Hindiston sohillari yaqinida Eron kemalariga hamrohlik qilgan. Bu kemalar Soya floti doirasida Eron neftini tashish bilan bog'lanmoqda. Ular 2 million barrelgacha neft tashish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari Amerikaning esminslari Eronni Chobahor portidan chiqqan Darena va Sevin tankerlarini ham kuzatib borgan. Washingtonning bildirishicha, Tehronni qo'llab-quvvatlayotgan har qanday kemalar bundan keyin ta'qib qilinadi. Bilmaganlar uchun eslatma: Saudiya Arabistoni, Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlari Bab-el-Mandab bo'g'ozida Eronni hamisha nishonda ushlab turishga qodir yangi aviabaza qurmoqda. Intelligence Online saytining xabariga ko'ra, Saudiya Arabistoni, Isroil va Qo'shma Shtatlarni qo'llab-quvvatlashi bilan Yamanning Mayun orolida Bab-el-Mandab bo'g'ozida baza qurilmoqda. Taxminlarga ko'ra, oroldagi ishlar Husiylarning ushbu bo'g'oz orqali kemachilikni yana bloklashga bo'lgan ehtimoliy urinishlarga qarshi turish, shuningdek Eronni hamisha nishonda ushlab turish bilan bog'liq. 2025-yilda orol Birlashgan Arab Amirliklariga tayangan kuchlar nazoratida bo'lgan. Saudiya Arabistoni bosimi ostida Birlashgan Arab Amirliklari Yamandan chiqishga majbur bo'lgandan so'ng orolni Saudiya parast kuchlar egallagan. So'nggi haftalarda ular oroldagi aviabaza, uchish-qo'nish yo'lagi va boshqa obyektlarni nazorat qilmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari nazoratida esa Yamanning Saqatra oroli yaqinida joylashgan yana bir orol qolgan xolos. Endi Pentagon yangiliklariga o'tamiz. Washington Post agentligining xabar qilishicha, Pentagon Hormuz bo'g'ozini to'liq minalardan tozalash yarim yilgacha vaqt olishini ma'lum qilgan. Biroq nashrning qayd qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi mojaro tugamaguncha bu ishlarni boshlanish ehtimoli juda past. Maqolada aytilishicha, bu yangilik demokratlar va respublikachilar orasida norozilik uyg'otgan. Chunki bu holat neft narxlari yana uzoq vaqt yuqori bo'lib qolishiga olib kelishi mumkin. Aytgancha, Pentagon Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy dengiz kuchlari vaziri John Fallonni iste'foga chiqqanini ma'lum qildi, ammo sabablarni ochiqlamadi. Vazir vazifasini vaqtincha Fallonning birinchi o'rinbosari Han Kao bajaradi. CNN agentligining ta'kidlashicha, bu holat Eron portlarini davom etayotgan blokadasi fonida ro'y bermoqda. Fallon aslida biznesmen bo'lib, u avval harbiy xizmatni o'tamagan, ya'ni armiyadan yiroq bo'lgan. Fallon vazirlikka rafiqasi bilan birga Donald Trumpni saylovoldi kampaniyasi uchun millionlab dollar to'plagani sabab erishgan edi.
Endi Amerika Qo'shma Shtatlarini Eron dronlariga qarshi himoya uchun Ukrain tizimini joriy qilayotganiga oid xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Reuters agentligining axborotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Saudiya Arabistonidagi Shahzoda Sulton bazasida Eron dronlari hujumlaridan himoya qilish uchun Ukrainani Sky Map tizimini joriy etmoqda. Ushbu tizim uchuvchisiz qurilmalarni aniqlash va ularni dronlarga qarshi kurashuvchi moslamalar yordamida yo'q qilish uchun qo'llaniladi. Ukrainalik harbiy mutaxassislar Shahzoda Sulton bazasiga kelib, amerikalik hamkasblariga ushbu tizim bilan ishlashni o'rgatmoqda. Bu qaror arzon va ommaviy dronlar tahdidi oshib borayotgani bilan bog'liq bo'lib, bunday qurilmalar zamonaviy mojarolarda, jumladan Ukrainadagi urushda faol qo'llanilmoqda. Pentagonning ta'kidlashicha, mavjud tizimlar har doim ham uzoqda joylashgan obyektlarni yetarlicha himoya qila olmaydi. Sky Map radarlar va sensorlardan kelgan ma'lumotlarni yagona raqamli tizimga birlashtirib, tezkor qaror qabul qilish imkonini beradi. Tizim Ukraina kompaniyasi tomonidan harbiy mutaxassislar ishtirokida ishlab chiqilgan va ular endi Eron dronlariga qarshi ishga tushadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.